Bir chiroyli o'rmonliqda har xil daraxtlar va chiroyli ochilgan har xil gullar borga. Dal daraxtlar bir-biri bilan pichirlashib, gullar bo'lsa, mayin shamolda larzan usulga tushadiga. O'rmonliqdagi gullarning orasida bir nach chiroyli ochilgan attirgul borga. Bir kuni bu attirgul o'zining go'zalligi va xushpuroqligidan faxrlanib, hammaylanga ko'z qilishga boshlabdi. Va takabburlarcha mundaq debdi: "Qaranglar, ha, men nima degan go'zal, nima degan xushpuroq. O'rmonliqdagi hech qaysi gul menga yetmaydi." Oftobparast attirgulning bu takabburlarcha aytgan so'zini anglagandan keyin uningga mundaq debdi: "Undaq deb ketmang. O'rmonliqda sizdan boshqa yana nurg'ulg'an go'zal gullar bor. Siz faqat u gullardan birisi xolos." Nədikini? Sənmi mənə yetməysə? Bu kaktusmu mənə yetməydi? Qarğına, bu kaktus nima degan sət, nima degan tikanlik, ha? Sizmi tikanlik qo, sizningmi tikanlaringiz bor'u? Debdi Oftobparast. Yo'q, mening tikanlarim bo'lgan bilan men uningdan nechasi go'zal, nechasi xushpuroq. Qaramamsizlar uning sət tikanlariga. Bu gaplarni anglagandan keyin kaktus bilan Oftobparastning noiti ko'ngli kepti va ko'ngli yerim bo'pti. Ammo bu takabbur attirgulning xo'shalligi uzoqqa bormabdi. Bahor ketib, noiti issiq yoz fasli yetib kepti. Oftobparast bo'lsa kun nuridan huzurlanibdi va kaktus bo'lsa boshqa gullarning issiqda so'lishib qolmaslik uchun o'zining badaniga yig'ib qo'ygan suvlarni boshqa gullarga hadiya qilishga boshlabdi. Ammo heliqi takabbur attirgulga kelsak, u o'zining takabburligi tufaylidan kaktusdan suv so'rashdan nomus qilibdi va so'lishishga boshlabdi. Oxiri uning bir tal yaprog'i yerga tushganda bo'lsa, ilojsizlikdan kaktusdan yordam so'rabdi. Kaktus birodar, mening sen aytgan takabburlarcha so'zlarimni ko'nglingga olmag'in. Qarg'ina, men so'lishib, tugishib ketay deb qoldim. Undaq olmay, menga ozroq suv bergin bo'lamdi? Shuning bilan ko'ngil kaktus uningga suv beribdi va attirgul so'lishib qolmasdan yana burunqi holatiga qaytibdi. Va u bu ishdan ibrat elib, buningdan keyin takabburlik qilmay, boshqa gullar bilan, dal-daraxtlar bilan chiqishib, inoq ejil o'tish qaroriga kelibdi. Va boshqalarning sirtqi qiyofatiga qarab baho berishning to'liq xato ish ekanligini tushunib yetibdi.